Mana bu kimniki mashinasidan chiqdi? Bu Azimniki bu. Assalomu alaykum, keling. Menga qarang, mana bu Jalon aka mashinasidan chiqdi. Siznikimi shu? Qanaqasiga meniki bo'ladi? U jinni bo'lib qolibsiz. Alo. O'rtoq Qarag'oz qizim oldinga boradi, nima so'rasa, nima ko'rsatsa meniki degan iltimos. Jinni bo'lib qolibsiz. Meniki bu. Voy, qanaqasiga sizniki bo'ladi? Qizlarniki-ku bu. Qanaqa qizlarniki bo'ladi? Men buni Tailandda kiyaman deb olib qo'yganman. Rahmat, kattakon olib kelib berganingiz uchun. Og'aylimga ham rahmat deb qo'ying, Alloh rozi bo'lsin. Pomadami? Bu kimniki? Bu ham Azimniki. Bu-chi, pomada ham mashinalardan chiqdi. Bu ham siznikimi? Voy. Og'aynim. Ovora qilib sizdan berardim. Bu Mebeli New York deyiladi bu. Men chet eldan olganman buni, chet eldan mana buni ochadim, mana buzz bo'ladi. Og'aynim, rahmat. Men sizga umuman tushunmayapman. Bu sizning mashinangizni nima qilyapti? Sen jinnimisan? Mashinada chiqqan hamma narsa qizlarniki bo'larmidi? Unda kimniki? Bu bilan endi o'zinglarni oqila olmaysizlar. Bu kimniki? Bu qani? Bu. Menga qaranglar. Sizlar shu o'zinglardan ketib qolibsizlar-yu. Nima o'rtog'im mashinasidan chiqqan любой narsa meniki bo'lavermaydi, nimami? Yerdan chiqqan qo'zi qorinmanmi? Hammalar topsanglar, meniki deysanlar. Meniki emas bu. Xo'p, unda kimniki? Adamniki? Adam! Papul! Tez javoblar kelsin.